Men bu videoni ko'rdinglarmi? To'xta. Yilli oilani xo'ram yoshga qo'ydim. Ayasi. Men beri ko'chada yurgan bo'lsam, ikkita ayol kishini chachini oldim. Yani bittasi ayamdan ketib qo'ygan, bittasi mana akami ham yetgan. Chachini kerak emas. Men bu videoni oxirigacha ko'rolmadim, to'g'risini aytsam. Tushunmaganim uchun qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu voqea, naskолько я знаю, vodiy tarafda bo'lgan. O'zi последнее время vodiydan mana shunaqa o'zidan chala Kuchinskilar, chala mafiya, buqqa o'xshab nimadirlar yasab olganlar ko'payib ketgan. Men bilmayman, shahar bedarvozami yo qonun bizga ishlamaydi deb o'ylayaptimi. Bo'lgan desalaring agar yakobi bu xotinni zino ustida ushlab olgan, tabiiyki-da bu xotin zinoni borib boshqa xotin bilan qilmagan, erkak kishi bilan qilgan. Bu chimoshga ko'ryapti. Qani qaysi biriga kuchi yetadi? U bolani borib sochini olishga kuchi yetmaydi-ku, endi chimoq bu. Shuning uchun ko'ryapti, kim slabi pol qizni ushlayapti, sochini olyapti. Men O'zbekiston qonuniga ishongan holda, adolatga ishongan holda, как fuqaro so'rab qolamanki, yaxshilab videoga e'tibor beringlar. O'zini og'zi bilan чистосердечное признание qilyaptiki, bundan oldin yana 2 marta shunaqa samasud qilgan. 2 marta yana ayol kishiga shunaqa zo'ravonlik ko'rsatib sochini olgan. Bunga qonuniy chora ko'rayotganinglarda shularni ham inobatga olib, ularni ham qo'shib 25 yildan kam qamoq jazosi bermasliklarini iltimos qilib talab qilib qo'ygan bo'lardim. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston xalqi ham bu gapimga qo'shiladi deb o'ylayman. Hazm qila olmayotgan bitta narsa bu yerda adolatsizlikda. Agar neday bo'lsa siz eringizga xiyonat qilib qo'ysangiz agar, siz bilan просто tak ajrashib ketsa agar Xudoga shukr qiling. Buyuk ehtimolli siz yoki o'lasiz, so'yilib ketasiz qo'yga o'xshab yoki настолько urib abjangizni chiqaradi, что nogiron bo'lib qolasiz umringiz oxirigacha. Agar eringizga xiyonat qilsangiz agar, просто tak qonuniy ravishda ajrashmaydi siz bilan. Illaki samasud qiladi. Lekin eringiz sizga xiyonat qilsa agar, siz xiyonatni kechira olmasangiz agar, uni vijdoni sizning bo'yningizda qoladi. Qo'y shuni endi guldek oilani buzib tashama. Bilan. Ya'ni u xiyonatni qilgan u, lekin siz uni kechira olmaganingiz uchun guldek oilani buzayotgan siz bo'lasiz. Ya'ni uyalmasdan mas'uliyatni sizning bo'yningizga tashashadi. Endi bitta shu uchun eringni qo'yib yorma. Endi bitta shu uchun ajrashib ketmaysan-ku. Bolalaringni o'yla. Anu nima o'ylamadi bolalarini? U nima o'ylamadi? Oilani mustahkamligi bitta sizga kerak, значит. Mana shu adolatsizlikka, mana shu haqsizlikka men просто hazm qila olmayman bu narsani.